Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yagona Allohga hamd va sanolarimiz hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga batamom durud va salovatlar hamda salomlar bo'lsin. Biz sizlar bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak siratlari haqidagi Ar-Rahiqul Maktum kitobini o'qimoqdamiz. Bugun ushbu kitobni o'qishda davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yaqin qarindoshlaringni do'zax azobidan, Allohning qahridan ogohlantiring degan ogohlantiruvchi xabar keldi. Ushbu ogohlantiruv tamom bo'lgach, odamlar tarqaldilar. Ularning hech birlari gapirmadi, jim tarqaldi. Odamlarning orasida turgan Abu Lahab ibn Abdumuttalib qurib ketgur. Bizni shu gap uchun chaqirdingmi? Dedi-da g'azablanib. Parvardigor Abu Lahab to'g'risida Masad surasini nozil qildi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ya'ni Abu Lahabning qo'llari qurisin, halok bo'lsin. Halok bo'ldi ham. Mol-mulki va topgan tutgani boyliklari unga az qotmadi. Yaqinda u alangali olovda kuyajak. Shuningdek, o'tin tashuvchi xotini ham, bo'ynida puxta eshilgan arqoni ham bo'lur. O'tin tashish deyilishida bu ayolning chaqimchi, ig'vogar va g'iybatchi ekani ko'zda tutilgan. Chunki u ayollar yig'ilgan joylarda payg'ambar alayhissalom haqida har xil uydirmalarni to'qib, chatib, tarqatib yurar edi. Alloh taolaning siz o'zingizga buyurilgan ishni, ya'ni haq dinga da'vat qilishni oshkor qiling va mushriklardan yuz o'giring oyati nozil bo'ldi. Hijr surasi 94-oyat. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qurayshning yig'in va majlislarida islomga ochiq-oshkor da'vat qila boshladilar. Ularga Allohning kitobini tilovat qilar va barcha payg'ambarlar o'z qavmlariga aytgan: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan o'zga iloh yo'qdir, degan so'zlarini aytar edilar. Ularning ko'z oldida Allohga ibodat qilardilar. Kuppa kunduzlari Ka'baning oldida oshkora namoz o'qirdilar. U kishilarning da'vatlariga quloq soluvchilar ko'paya boshladi. Odamlar bitta-bitta Allohning diniga kira boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shirk, xurofatlari va uning to'qimalariga qarshi gapira boshladilar. But sanamlarning aslida nimaligini, ularning hech qanday qadr-qimmatga ega emasliklarini bayon qilardilar. Soxta olihalarning hech narsaga yaramasligini misollar orqali tushuntirib, ushbu olihalarga sig'ingan va ularni o'zlari bilan Alloh o'rtasida vositachi qilgan kimsalarning ochiq ravshan zalolatini isbotlab berdilar. Makka qahr-g'azabdan yorilib ketay derdi. Mushriklar butparastlarning zalolati haqida ochiq aytilgan so'zlarni eshitganida Makka ahli hang-mang bo'lib qoldi. Go'yo ko'kda chaqmoq chaqqanday bo'ldi. Momaqaldiroq gulbirlab, yashin chaqnab, tinch sokin muhit zilzilaga tushdi. Quraysh bexosdan bosh ko'targan va uning urf-odatlariga hamda ota meroslariga tahdid solayotgan bu qo'zg'olonni bostirishga urindi. Chunki ular iymon kalimasining ma'nosi Allohdan o'zganing ilohligini inkor qilish ekanini, risolat va oxirat kuniga ishonishning ma'nosi esa boshqalar nari tursin, hatto o'zlarining mol-jonlaridan hech qanday ixtiyor qolmasdan butkul Alloh hukmiga tobe va taslim bo'lish degani ekanini yaxshi bilardilar. Binobarin ularning din nomi bilan o'zga arablardan yuqori turishlari ham barham topib, Alloh va Rasuli roziligiga qarshisida Qurayshning roziligi hech narsa bo'lmay qolar edi. Shuningdek, ularning himoyasiz
kishilari ustidan qilayotgan zo'ravonliklari va ertayu kech asosiy yumushlari bo'lgan yomonliklar silsilasiga ham chek qo'yilardi. Ana shu ma'nolarni anglab yetgan Quraysh bundan sharmandali holatga aslo rozi bo'lolmasdi. Xayr yoki mukarramlik uchun emas, ya'ni balki inson oldida kelgusi hayotda ham fisq, xuruj, gunoh amallarni qilmoqni istar. Qiyomat surasi 5-oyat. Quraysh yuqoridagilarning hammasiga juda ko'p tushunib tursa-da, ota-bobolarining uzoq tarixi davomida na misli va na nazari ko'rilmagan go'zal xulqlar va insoniy qadriyatlarning oliy namunasi bo'lgan sodiq va amin kishiga qarshi nima qilar olar edi? Xo'sh, ular qanday yo'l tutsinlar? Qarshi kurash masalasida Qurayshning boshi qotdi. Darhaqiqat vaziyat boshni qotirib qo'yadigan edi. Shu kunlarda boshqa bir masala Qurayshning boshini qotirdi. Da'vat oshkor qilingandan so'ng bir necha oy o'tib haj ziyoratiga chor atrofdan arablar kelishni yaxshi bilardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vatlari hojilarga ta'sir qilmasligi uchun Quraysh Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida biror narsa o'ylab topishi kerak edi. Ular Valid ibn Mughiraning huzuriga maslahat uchun yig'ildilar. Uning xususida bir gapga kelishib olinglar. Tag'in hammamiz har xil gapirib, bir-biringizni yolg'onchiga chiqarib, biringizning gapi ikkinchingizning gapiga to'g'ri kelmay yurmasin deb maslahat berdi Valid. Siz biror gap ayting, bizga biror jo'yali yo'l ko'rsating deyishdi Validga. Yo'q, sizlar gapiringlar, men eshitaman. Biz uni kohin, folbin deymiz. Yo'q, Allohga qasamki, u kohin emas. Biz kohinlarni ko'rganmiz. Bu kohinning zamzamalari va qiyofali so'zlari emas, deb inkor qildi Valid. Majnun deb ataymiz. Yo'q, u majnun emas. Biz majnunlik nimaligini yaxshi bilamiz. Majnunlikni ko'rganmiz. Biz majnunning talbasalari, telbaliklari yoki vasvasalari emas bu. Shoir deb ataymiz. Yo'q, bu shoir emas. Biz she'rni, uning ravza-yu hajasini, she'r barxlari, mazmuni, uning katta-yu kichikligini juda yaxshi bilamiz. Bu she'r emas. Sehrgar deb ataymiz. Yo'q, u sehrgar emas. Biz sehrgarlarni ham, sehrini ham ko'p ko'rganmiz. Bu sehrgarlarning ko'p suflari yoki tugishlari emas. Unda nima deymiz? Allohga qasamki, uning so'zida halovat bor. Uning asli bir-biriga bog'langan, shoxchalari esa serhosil. Sizlar nima desangizlar ham yolg'oni bilinib qoladi. Yaqinroq keladigan sehrgar deb aytishingizdir. U shunday bir so'zni olib keldiki, bu sehr ota-o'g'il, og'a-ini va er-xotin va kishi bilan qavmi o'rtasini ajratib yubordi, dedi Valid. Quraysh shu qarorga kelib tarqaldi. Ba'zi rivoyatlarda quyidagicha qo'shimcha bor. Valid ibn Mughira qavmi taklif qilgan barcha gaplarni inkor qilgach, Quraysh unga dedi: Unda hech qanday nuqsoni bo'lmagan fikringizni ayting. Menga muhlat beringlar, o'ylab ko'ray. Valid ibn Mughira o'ylay yuqoridagi qarorga keldi. Alloh taolo Mudassir surasida Valid ibn Mughira xususida 16 oyat 11-dan 26-gacha nozil qildi. Ularda Validning qanday fikr qilganliklari ham bayon etilgan. Ya'ni: Ey Muhammad, men so'qqabosh qilib yaratgan kimsani, Validni o'zimga qo'yib bering. Men unga keng mo'l boylik berdim.
xizmatiga hoziru nozir o'g'illarini ham, ya'ni unga hayot ne'matlarini muhayyo qilib qo'ydim. So'ngra u boriga qanoat qilmay, yana ziyoda qilishimni ta'ma qilur. Yo'q, chunki u oyatlarimizga iymon keltirish o'rniga qarshilik qiluvchi edi. Yaqinda men uni do'zaxdagi baland dovonga duchor qilajakman, chunki u Qur'on to'g'risida yomon fikr yuritdi va nima deyishni o'ylab qo'ydi. Halok qilingur. Qanday hisobga oldi? Yana halok qilingur. Qanday hisobga oldi? So'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi. So'ngra Qur'ondan ayb topa olmagach, yuzini tirishtirdi va burishtirdi. So'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr qildi. Bas, dedi. Bu Qur'on sehrning o'zidir. Bu ayni basharning so'zidir. Yaqinda men uni saqarda, jahannamda kuydirajakman. Oxiri Quraysh maslahatini bir joyga qo'yib ishga kirishdi. Ular hajga kelganlar o'rtasida yo'l bo'yida o'tirib olib duch kelgan yo'lovchilarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabarlarini berib, uni ogohlantirar edilar. Bu ishda Abu Lahab qattiq jonbozlik ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham haj mavsumida ziyoratchilarning tushgan manziliga Ukoz, Majanna va Zulmajoz kabi bozorlarga borib odamlarni da'vat qilsalar, Abu Lahab Nabiy sallallohu alayhi vasallam ortlaridan yurib, unga ergashmanglar. U dinidan qaytgan yolg'onchi dedi. Buning natijasida shu bo'ldiki, haj mavsumida arablar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xabarlarini olib qaytishdi va butun arab yerlarida payg'ambar chiqqanligi haqida xabarlar tarqadi. Biz sizlar bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak siratlari haqida yozilgan Ar-Rahiqul Maktum kitobini o'qimoqdamiz. Ushbu kitob O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning 3550 raqamli tavsiyasi ila chop etilgandir.